Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Kengash palatasidan o'tishi Xitoyni behram qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa Kanadada ziyorati bo'ldi. Chet elliklarning Turkiyadan uy mulk sotib olish nisbati yuqori o'rlamoqda. Bola tarbiyalashda diqqat qilish tegishli nuqtalar. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 19 noyabr kuni Amerika Kengash palatasida Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasining tasdiqdan o'tganligi e'lon qilindi. Mazkur qonun loyihasida Hong Kongliklarning kishilik huquqining dafsanda qilinishida mas'uliyati bor bo'lgan Xitoy markaziy hukumatı bilan Hong Kong alohida ma'muriy rayonining amaldorlariga embargo yurgizish, rayonning alohida savdo imtiyozini har yili sistemalik ko'zdan kechirish, Hong Kongning savdo sanoat va eksport sohasiga ilgari Amerika tomonidan berilgan imtiyozlar bilan Hong Kong alohida ma'muriy rayonining avtonomiya huquqi e'tirof qilingan mazmunlar. Uningdan boshqa yana Amerikaning Hong Kong siyosiy qonuniga o'zgartirish kirgizish haqidagi konkret talab qatorliqlar tafsili kirgizilgan. 20 noyabr kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Hong Kong alohida ma'muriy rayonining yerlik hukumatı, Xitoyning xalq gazeti, Xinhua agentligi qatorliq hukumat taratqullari orqa-orqadan norozilik bayonotlarini e'lon qilib, Amerikaning Xitoyning ichki ishlariga aralashish bilan qattiq ayblab, Xitoy bayonotchisi Geng Shuang 20 noyabr kuni davlat norozilik bayonoti e'lon qilib, mazkur qonun loyihasini Jungoning taraqqiyoti, Hong Kongning muqimligi va bayashotligini buzishga uringan, Jungoga qarshi asabiy va zo'ravon kuchlarni jasoratlantirishni nishon qilgan deb ayblagan. Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Kengash palatasidan o'tishi Hong Kongda oylardan buyon davomlashayotgan norozilik namoyishi va Hong Kong yoshlarining Hong Kong demokratiyasini qo'g'dash uchun ko'rsatgan fidokorligining natijasi. Muhojiratdagi har darajalik Uyg'ur tashkiloti va shaxslarning da'vo yo'lidagi tirishchanligi, fidokorligi bilan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi mo pat arada Amerika hukumati tomonidan tasdiqlanadi. Inshaalloh. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqun Aysa 2019 yılı 11 ayının 20 günü Kanada Toronto'ga geldi. Reis Dolqun Aysa efendini Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin reisi Tuygun Abdüveli ve muavin reisi Abdüveli Abdülmitla kızgın karşılayıp kütüp aldı. Aerodromdan Holiday Inn mehmonxonasiga berib Xitoy hukumatiga qarshi Torontoda faoliyat qilayotgan Tibet, Hong Kong, Xitoy demokratchilar qatorliq 8 tashkilot mas'ullari bilan ko'rishdi va doklad berdi. Shuning bilan birga Tibet, Hong Kong qatorliq tashkilotlarning mas'ullari mo Xitoy Kommunist partiyasining zulm sistemlarini ayrim-ayrim bayon qilib o'tdi. Faoliyat Nur Muhammad Qarining shehidlarning ruhiga duo qilishi bilan oyoqlashdi. Dolqun Aysa 21 noyabrdan 25 noyabrgacha Kanadaning Halifax shahridagi yig'inga qatnashadiganligini bildirdi. Türkiye hükümeti uy mulkchilik shirkatlari oktyabr oyida chet elliklarga sotilgan uy mulklarning soni 4272 ga yetgan bo'lib, ayrim-ayrim 2043 yurish uy bilan Istanbul 1-chi, 912 yurish uy bilan Antalya 2-chi, 215 yurish uy bilan Bursa 3-chi, 192 yurish uy bilan Anqara 4-chi, 134 yurish uy bilan Yalova 5-chi ratga tizildi. Doim baliq ochiqlaydigan ota-onalar bu 3 nuqtani bilish kerak. 1. Bola bo'lgan ekan o cho'qim xatolik o'tkazadi. Ota-onalar bolalarining aqlli, quliq yumshoq bo'lishini orzu qiladi. Bolalarning kapsizlik qilib, qalayimqon ish terib, o'zlarini ovar qilishidan ansiraydi. Biroq bola beqishda ovarchilikdan qo'rqisi bo'ladi. Bolalar cho'nglarga o'xshash pokiz yurishni, qayerga chiqilishga bo'lmaydiganligini, qaysi narsalarni qanday tutishni bilmaydi. Bolalarning o'sib yetilishining o'zi o'zliksiz xatolik o'tkazib, tajribalarni yakunlash jarayonidir. Balaning ifodasi yaxshi bo'lmasa, hadisli balaga achchiqlash, masalani faqat vaqtliq bir taraf qilib, mohiyatdan tuzitilmagachga, balaning qilmishi unumli qiliplashmaydi. Eng muhimi ota-onalarning doim achchiqlishi balalarda bexatarlik tuyg'usini yo'qotadi. Gap anglamasa ota-onalarning o'zini yaxshi ko'rmay qolishidan ansirab gap anglaydi. Biroq shu sababdan qo'rqinchoq, irodasiz, sezgur o'zini kamsitadigan bo'lib qoladi. Ota-onalar o'zining ruhiy holatini o'zgartib, bolalarning xatolik o'tkazishining, kapsizlik qilishining normal ahvol ekanligini har vaqt o'ziga eskartib turishi, o'zining kayfiyatining nacharligi, ovarchilikdan erinish sababidan ochiqini bolalardan chiqarmasligi, eng muhimi o'zining ko'nglini to'xtatib, bolani to'g'ri yetaklash kerak. 2. Ota-onalar har qancha qo'pollik qilsa-mo bolalarning muhabbati suslashib qolmaydi. Ota-onalarni eng qabul qiladigan, eng oson kechirib yetadigan, eng shartsiz suydigani dal boladir. Ota-onalar har qatim bolaga qanchalik achchiqlishidan, vaqirab ketishidan qat'iy nazar, birdamdan keyin bolalar yanada sabiy, omoq chiroyi, tatliq ovozlar bilan muhabbatini ifodalaydi. Mushundaq eng shaxsiyatsiz, sof muhabbat uchun ota-onalar kayfiyatini yaxshi boshqarishi, bolaga o'zini yaxshi ko'rmaydigandek ta'sir bermasligi kerak. 3. Keng qo'saq bo'lish, to'g'ri yo'lga yetaklashni kayfiyatning o'rniga dasitish. Balalik bo'lgandan keyin ota-onalar burunqidan mujafoliq, aldirash bo'lib ketadi. Ba'zi ota-onalar balalik bo'lgandan keyin o'zlarining texmi tirishchan bo'lib ketganligini his qiladi. Biroq ba'zi ota-onalar balalik bo'lgandan mushundaq jafoliq kuniga qoldim deb o'ylaydi. Pat-pat balalarning oldida qaqshaydi yoki balalarga achchiqlab dardini chiqaradi.
Balaliq bo'lish ota-onalarning ikkinchi qatimliq o'sib yetilishi hisoblanadi. Balalar ba'ayni aynakka o'xshash ota-onalarning kamchiligini va yetersizligini yo'ritib beradi. Balalarning oldida ota-onalar texmi savrchan, keng qo'saq bo'lishni o'rganish kerak. Buning hammasi balalarning ota-onalarni o'zgartirishi hisoblanadi. Munavvar ota-onalar balalardan o'zidagi masalalarni bayqashga mahir bo'lishi, aktivlik bilan o'zgartirish kerak. Balalar paydo qilgan turli tasaddubiy ahvolga qarata ota-onalar keng qo'saq bo'lishi, to'g'ri yetaklashi lozim. Hargizmo kayfiyatini turaqsizlashtirmasligi, balaga ochiqlanmasligi kerak. Bexatarlik doirasida balani qiziqqan ishlarni sinab beqishga rag'batlantirishi, balaga xatolik o'tkazadigan fursat berishi, sog'lom yetildirishi kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.